Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan joylarda bayram tantanalari, mustaqillik to'ylari davom etmoqda. Tadbirlar Yagona Vatan, Yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz bosh g'oyasi asosida tashkil qilinyapti. Ularda mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar va ulkan islohotlar o'z ifodasini topyapti. Qo'shko'pir tumani so'nggi yillarda ulkan bunyodkorlik va iqtisodiy yuksalish manziliga aylanib bormoqda. Jumladan, tumanni har tomonlama rivojlantirish uchun 60 milliard so'm, shuningdek 12 ta og'ir hudud toifasidagi mahallaga 36 milliard so'm hamda Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar uchun 10 milliard so'm, jami 106 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu investitsiya natijasida tuman infratuzilmasi tubdan yangilanyapti. Hozirgacha 59,5 kilometr yo'llar ta'mirlanib, 24,9 kilometr piyodalar yo'laklari barpo etildi. Islohotlar natijasida tumanda 402 ta yangi tadbirkorlik subyekti va 1472 ta yangi ish o'rni yaratildi. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan 404 milliard so'mlik loyihalar tuman iqtisodiyotining drayveriga aylandi. Joriy yilda 28,7 ming nafar aholining bandligini ta'minlash, 3542 ta oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha rejalar izchil bajarilmoqda. Sanoat sohasida ham o'sish kuzatilib, 995,3 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Umumiy qiymati 73,5 million dollar bo'lgan 29 ta yirik loyihani ishga tushirish evaziga yana 1760 ta yangi ish o'rni yaratilmoqda. Mana shunday ulkan zafarlar, erishilgan yuksak yutuqlar va xalqimizning bunyodkorlik mehnati evaziga Qo'shko'pir tumanida ulug' va muqaddas ayyom, vatanimiz mustaqilligining shodiyonalari o'zgacha shukuh bilan nishonlandi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz bosh g'oyasi asosida tashkil etilgan mustaqillik to'yi tantanalarida tuman ahli nafaqat qo'lga kiritilgan iqtisodiy ko'rsatkichlarni, balki dillarni birlashtirgan birdamlik va tinchlik bayramini g'urur bilan nishonlamoqda. Islohotlarning buyuk davomsiz sifatida mana bugun ko'z oldimizda shunday ulkan zafarlar, ulkan muvaffaqiyatlar yili bo'lmoqda. Barcha respublikamizda, tumanimizda qolaversa, yangi islohotlar amalga oshmoqda. Jumladan mana tumanimizda qum zonasi deb atalayotgan joyda chiroyli shaharchalar, bolalar maydonchalari, bolalar bog'chalari, maktablar qad rostladi. Mana hozirda Davlat xizmatlari markazida direktor sifatida faoliyat ko'rsatmoqdaman. Mana shu faoliyatim davomida oldinlari 16 turdagi davlat xizmatlari faqat fuqarolar uchun ko'rsatgan bo'lsak, mana bugunga kelib fuqarolar uchun hamda tadbirkorlar uchun 450 dan ziyod davlat xizmatlari ko'rsatmoqdamiz. Bu xalqimiz uchun yaratilgan shart-sharoitlarning bir bo'lagidir. Islohotlardan ta'lim sohasida oladigan bo'lsak ham, tumanimizdagi yoshlarning bilimga chanqoqligini, olimpiadalardan yuqori darajalarga erishganligini ham ko'rishimiz mumkin. Tumanimizning barcha mahallalarida qishloq ko'chalari chiroyli qilib asfaltlar qilinmoqda, yo'llar ravon bo'lmoqda. Aytamiz desak, juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu barchasi xalqimizning farovonligi uchun, tinchligi uchun juda katta bir ajoyib ko'tarinki ruhda bayram shukuhi kezmoqda. Mana shu fursatdan foydalanib butun xalqimizni, butun tumanimiz ahlini mana shu kirib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yillik munosabati bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Bayram tadbirlari doirasida ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar, yangi kitoblar taqdimoti o'tkazildi. Mahalliy ijodkorlarning tumanning yangilanayotgan qiyofasini aks ettiruvchi foto ko'rgazmalari va ijodiy ishlari yig'ilganlarda ijobiy taassurot qoldirdi. Shuningdek, bayram saylida o'quvchi yoshlar va bolajonlar o'rtasida tashkil etilgan sport musobaqalari o'g'il-qizlarning chaqqonligi va mahoratini sinovdan o'tkazdi. Yurtimizda yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar va shart-sharoitlar yaratib berilgan. Biz bundan unumli foydalanib kelmoqdamiz. Bugungi kunda tumanimizda oliy ta'lim bitiruvchisi, ya'ni tengdoshimiz o'z shaxsiy biznesiga qo'l urdi va davlat tomonidan imtiyozli kredit olib o'zining beton zavodini ishga tushirdi va tumanimizdagi 10 nafar yosh tengdoshimiz o'z ishiga ega chiqishdi va yana bunga misol qilib Mehriddin tengdoshimiz xalqaro olimpiadalarda bronza medalini olgani eng yaxshi yutuqlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari mahallamizda aqlli kutubxona, ya'ni ko'chma kutubxona ishga tushirildi. Biz mustaqillik farzandi ekanligimizdan xursandmiz va kelgusida ko'plab jamiyatimiz ravnaqiga hissa qo'shish uchun harakat qilamiz. Mustaqillik to'yi tantanalari kuy-qo'shiqlar bilan yanada shukuhli ko'rinish oldi. Yig'ilganlar uchun keng qamrovli bayram konsert dasturi namoyish qilindi. Bo'lib o'tgan ushbu tantanalar tuman ahlining yagona xalq, yagona kuch bo'lib, yangi O'zbekiston poydevorini yaratish yo'lidagi qat'iy irodasini yana bir bor namoyon etdi.